بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu Qur'on g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kofirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguchidir. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Ey Muhammed, müşriklarga aytqin ki, sen Allah'ını qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nozil qilingan kitob yoki ilgirkilardan qolgan ilm bo'lsa menga ilib kelinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Allah'ını qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qindigan odamdanmi, gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofirlar o'zlari kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Yoki ular Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dab'i qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Allah men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliklaringlarga guvoh bo'ladi. Allah tavba qilguvchini mag'firat qilguvchidir. Mo'min bandalarga nihoyat mehribondir. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ وَمَا
أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Aytqinki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgari nurg'un payg'ambarlar ilib kelgan vahiy bilan keldim. Nimishqa meni inkor qilisizlar? Menga va sizlarga nima qilindiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqili bo'lmaydi. Men faqat menga vahiy qilingan narsalarga ishinaman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey Muhammed, müşriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarchu, Qur'on Alloh tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsroil avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortinglar. Holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Kapırlar müminlerge, eğer Kur'an bilen İslam dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimqi o'ydirmudir deydi. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Qur'ondan ilgari Musoning tabi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qilguvchidir. Alloh uni zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qilguvchi mo'minlarga Cennet bilen hoş haber beriş için nazil kıldı. İnnellezîne qâlû rabbunallâhu thumme istekâmû felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. Perverdigarimiz Allah'tır diyen ondan doğru yolda bulganlarga şübhisiz ki kelgüsüdün gam qilish, ketkengi qayg'urish yo'qdir. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ani şular ahli cennettir. Ular cennette mengü qalıdı. Bu ularning qilgan yaxshi amallarni mukofotlash uchundir. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Toki u buvoq o'sib yetilib, kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Parvardigorim, mening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandurman, deydi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Ani shundaq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarni kechirim qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarni kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Bazı adam, yani ata-onasi imanға da'vat qilgan fojir bola ata-onasiga voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqitib atamsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q, deydi. U ikkisi Allohga faryod qilib, voy sana, iymon etqin. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir, deydi. U, bu faqat avvalqilardan qolgan afsonalardir, deydi. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ani shundaq kishilarga Allohning azob qilish so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Müminlərinin və kafirlərinin həmməsinin qılğan əməllərə yarışa dərəcələri boludu. Ularning əməllərinin savabı və cəzası kəm ziyadə qılınmay toluq berildi. Ularga zulm qılınmaydı. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Kafirlar dozaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga ayıplash yuzidan aytildi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib iymondan bosh tortqanliqinglar va Allohning itoatidan chiqqanliqinglar tufaylidan bugun xor qilg'uvchi azob bilan jazolansizlar.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ey Muhammed, atның qeyrindishi, yani Hud alayhissalamның öz qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgin. Öz vaqtida u Ahqaf degan yerdagi qavmni Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, yani Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, yani Hud qavmni ogohlantirib aytdi: Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, büyük kunning azobi kelishinglardan qo'rqaman. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ular, ey Hud, sen bizni ilahlarımızdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqitgan azobni keltirgin, dedi. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman. Va lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman, dedi. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ular özlərinin vadisiga sürülüvatqan bulutni görüb, "Mana bu bizga yağmur yağdırğucu bulutdur" deyishdi. O dedi: "Undaq emas. O sizlar balduroq ishqa yetishni talab qilgan narsadir. O bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor." تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. O Parvardigorning bir amri bilan hamma narsani aloq qildi. Ya'ni bo'ron kelib, ularni aloq qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundoq jazolaymiz. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Biz ularni, yani at qavmini pul mal, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguvchi Allohni tonish uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani daf'i qila olmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Ey Mekke aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Ularga azap kelganda, ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nemishga yordam qilmadi? Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu, ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmasidir va Allohga choplagan bo'xtonlaridir. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Ey Muhammed, öz vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tingshashga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ular aytdi: Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshidik. Ya qavmana ajibu da'iyallahi va aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullahning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullahning da'vatini qabul qilmovchilar o'p-o'choq gumrohlikdadir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdi-ki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kafirlar dozaq to'g'irlanadigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetayotgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki albatta rostdir deydi. Alloh ularga
kafir bo'lganliqinglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Ey Muhammed, sen müşriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar savr qilgandek savr qilgin. Ularga bo'ladigan azobga oldirib ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamli turgandek his qildi. Bu Qur'on sizlarga tablig'dir. Faqat fosiq qavmlar halok qilindi.